Assalomu alaykum. Ismim Ziyodulla, FlyEsim kompaniyasining asoschilaridan biriman. Keling, yana bitta savolga javob berib o'tsam. Mijozlarimizdan kelib tushgan savol, esimni sotib olganimdan keyin, ya'ni O'zbekistonda aktivatsiya qilib ketganim yaxshimi yoki safar qilmoqchi bo'lgan davlatimga borib turib aktivatsiya qilganim yaxshimi degan savol kelib tushgan. Shu narsaga javob bersam. Aslida O'zbekistonda ham aktivatsiya qilishingiz mumkin va safar qilmoqchi bo'lgan davlatingizda ham borib aktivatsiya qilishingiz mumkin. Lekin yaxshisi qaysi? Qaysi holatda sizga yaxshi bo'ladi? Avvalo, O'zbekistonni o'zida aktivatsiya qilib ketganingiz, o'rnatib ketganingiz yaxshi. Nimaga? Chunki siz aeroportda O'zbekistonda aktivatsiya qilib, roaminglaringizni yoqib, hamma nastroykalaringizni to'g'rilab ketadigan bo'lsangiz va o'sha esimga o'tkazib qo'yadigan bo'lsangiz, misol Turkiyaga boradigan bo'lsangiz, samolyot Turkiyaga qo'nish bilanoq sizda internet ishlab ketadi. Ya'ni siz qayerga borishim kerak, nima qilishim kerak, qanaqa qilishim kerak degan savollar sizda umuman bo'lmaydi. Siz borib shu narsani qiladigan bo'lsangiz, sizda internetda muammo bo'lishi mumkin. Chunki esimni aktivatsiya qilish uchun sizga internet kerak. O'zbekistonda bo'lganingizda sizni o'zingizni sim kartangiz yoki aeroportda Wi-Fi dan foydalangan holatda esimingizni aktivatsiya qilib olasiz va o'sha aktivatsiya qilgan esimga o'tib qo'yasiz. Va o'tib qo'yganingizdan keyin Turkiyaga yoki umuman safar qilmoqchi bo'lgan davlatingizga borganingizdan keyin o'sha esingiz avtomatik ishlab ketadi. Shu ishni qilmaydigan bo'lsangiz, siz Turkiyaga borganingizdan keyin internet topolmay qolsangiz, esingizni aktivatsiya qilish uchun qiynalishingiz mumkin. O'sha uchun eng a'losi esimni O'zbekistonda aktivatsiya qilib, nastroykalaringizni to'g'rilab, keyin safar qilganingiz yaxshi. Demak, bugungi aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda sizda esimni o'rnatish bo'yicha, uni aktivatsiya qilish bo'yicha qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Yoki bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi profillarimizga o'tib savollaringizni berishingiz mumkin va bizning operatorlarimiz sizlarga tez orada javob berishadi. FlyEsim zamonaviy sayohatchilar tanlovi.